Bir adamlık spalni komplekt qurib bo'lganlar uchun ideal variant taklif etamiz. Qisqacha obzor qilishga harakat etaman. Materiali 100% MDF, kraskasini gelib e'tibor berishingiz mumkin. Diniq sepilgan bo'ladi. Komplektina birinchi o'quv stoli kiradi. Kitob qo'yish uchun, dars tayyorlash uchun, kompyuter qo'yish uchun moslab ishlangan bo'ladi. Shuni ham ochib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin, yumshoq material qo'yilgan bo'ladi. Shunchaki panelni o'zi emas. Mexanizm dolchik mexanizm bo'ladi. Ikkinchi pufiki, uchinchi tunguchkasi, to'rtinchi kravati, beshinchi matrasi. Matrasni e'tibor bergan bo'lsangiz, kichikroq matras turibdi. Chunki buni ichi standartdan katta qurilgan bo'ladi. Standart matras 92 metr, lekin buni ichi esa 1.210. Buni matrasni taxlab beramiz, muammosi yo'q. Kattalankinni yalında sofasi bo'ladi, ichine vaj qo'yishingiz mumkin. Kattalankinni stashni oynasi ham bor. Shkafni o'zingiz e'tibor berishingiz mumkin. Shkafni ichini ham ochib ko'rsataman. İçini görürsünüz mümkün. Ortası vişilkeli boladı. Teyinler, tartmalar var. İkkan tarafı polkeli, güneklerinizi koyuşunuz mümkün. Yine bir narsani esda tutun. Size başkacha dizayndayi, başkacha rangdayi mebel gerekirse undan büyük markalı qilib beramiz. Bundan tashqari hozir uy egalari dizaynerlar bilan ishlab turibdi. Dizaynerlar chizib bergan mebellarni ishlab beramiz. Shunchaki kelasiz, ko'rasiz, buyurtma berasiz va olasiz. Hammani Nilufar mebelda kutib qolamiz.